Bir mahallada yashovchi ikki qo'shnining o'rtasidagi murosasizlik ulardan birining o'limiga sabab bo'ldi. O'zaro kelishmovchilik ortidan bir musht urib qo'shnisini o'ldirgan zo'ravonga qanday jazo tayinlanadi? O'zi ushbu kelishmovchilikka sabab nima edi? Voqelikni to'liq tafsilotlari bilan Farg'ona viloyatidagi muxbirimiz Zafarbek Jarqinov mavzuni davom ettiradi. Ma'lum bo'lishicha, Qo'qon shahrining Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi shaxs erta tongda xonadoniga qo'shnisining xonadonidan doimiy ravishda shovqinli ovoz eshitilayotgani, ushbu shovqin ovozini o'chirib qo'yishini aytib qo'ng'iroq qiladi. Qo'shnisi esa hech qanday shovqin yo'qligini aytadi va qo'ng'iroq qilgan qo'shnisini darvoza oldiga chiqishini so'raydi. Shundan so'ng darvoza oldidagi tortishuv va haqoratlash mushtlashuvga ulanib ketadi. Xonadondagi shovqinga hamda qo'shnisining turli haqoratli so'zlariga chidolmay jahl otiga mingan fuqaro esa qo'shnisining jag' sohasiga uradi. Zarb natijasida yeriga bosh qismi bilan yiqilgan fuqaro tan jarohati oladi va ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay shifoxonada halok bo'ladi. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqilib, kuchi bilagiga sig'magan shaxsga nisbatan hukm o'qildi. Sudda marhumni qonuniy vakili, shuningdek guvohlarning ko'rsatmalari, ishda to'plangan barcha dalillar atroflicha ko'rib chiqilib, sudlanuvchini sodir etgan qilmishda to'liq o'z isbotini topdi degan xulosaga kelindi. Shuningdek, sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-modda 3-qism D bandi bilan jabrlanuvchining qonuniy vakilini hech qanday da'vosi yo'qligi va unga yengillik berishni so'rab bergan ko'rsatuvni inobatga olib 4 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Xulosani o'zingizga qoldiramiz va jinoyatga jazo muqarrar ekanligini unutmasligingizni so'rab qolamiz. Zafarjon Jarqinov, Abdubomno Ergashev, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan tayyorlandi.